armiyaga sonchi salom yozgan xatlaridagi bir şeyini gapirib bering aka, iltimos. Men institutni 79-yilda tamomlab, 79-81-yillari armiyaga ketganmiz. Armiyadan 7 o'g'il biz. Ukamlar xat yozmagan. O'zbekistondan xat keldi dedi. Kimdan kelishi mumkin deb qarasam, Haydarov. Rahmatli Haydarov xat yozmasa bo'laverardi. Xafa ham bo'lmasdim. Kelsam obro'lari juda osmon ko'klarga chiqqan, lekin xat yozgan. Assalomu alaykum. Uzoq Rossiya o'lkalarida o'z yigitlik xizmat burchini ado etib yurgan do'stimga oy borib yetib ravshan bo'lsinkim deb yozgansiz-a? Do'stim hamma yozardi shuni. Rahmatli. Yozmasa xafa bo'lmasdim, lekin yozgan shuni. Men bu xatni yozdi deganimning sababi odamni ko'nglini ovaylardi. Juda odamshunovanda. Birovga ulfachilik qilsa, sidqi dildan ulfachilik qilgan. Mana o'tib ketgandan keyin ham, o'sha o'tmasdan oldin ham birortasi munda qilib meni xafa qilgan, munda qilib ko'nglimni qoldirgan bu yigit degan gaplarni eshitmaganmiz. Aka, uni ham gapirib bering. Endi naz gapga tushib qoldik endi aka. Tojikistonga Leninobodga poyezdda gastrolga borganlaringni. Men endi rus maktablarida o'qiganman. Mana o'zbek ashulachilarida bunaqangi populyarniy bo'lishini o'ylab ham ko'rmagan ekanman-da. Armiyadan kelib yursam, zerikdingizmi, yuring o'ynatib kelaman dedi. 81-yillarda, 200'larda edi. Poyezdga o'tirib ketdik. Tojikistonda konsertim bor dedi. Men o'yladim, Haydarov qanaqa konserti bo'ladi? Agar otli bo'lsa bu quvalik qanaqa konserti bo'ladi buni deb o'ylabman-da men. Bordik. Poyezd to'xtayotganda qarasam odamlar urush boshlandimi deb o'ylabman. Juda odam ko'p. Nima bu, tinchlikmikan desam, oq surubga katta qilib yozib, Nuriddin Haydarov Leninobodga marhabo deb yozib qo'yishibdi. Odamlar lozunglarni ko'tarib turibdi. Haydarov sizni kutib olishyaptimi? Siz emasmi? Kulishib tushdik. U aytdagi stadionda bo'lgan konsertdagi odamlar bo'pti endi stadionga kelgan deb o'yladim men. Stadionga kelgandir-da, Haydarovga kelgan bo'lmasa kerak deb o'yladim. Aytdan chiqqandan keyin o'zi 2tami 3tadan ashula aytirish kerak ekan. Murodjon Ahmedovlar bor. Haydarov rahmatli bir 20 ta ashula. Qolgan san'atkorlarga navbat berishmaydi. Boshqalar chiqsa qarsaychor ashulalarni eshitishmayapti-da, Haydarovdan eshitaylik deb. Shu bolachadan eshitaylik. Aytdi. Yomon ekan shekilli dedi. Aytdan chiqqandan keyin oyog'ini yerga tegizmay kimnidir to'yiga men qaytib mana 70 ga kirdik. Bunaqangi to'yni ko'rganim yo'q. To'yda joy yo'q, to'y qilayotgan odam o'ziga joy yo'q. Ozgina joy turibdi, mikrofon ilib qo'yilgan, odamlar o'tiribdi. Joy yo'qligidan to'yxonani o'rtada o'yinga tushadigan joylar bo'ladi to'yda. O'sha yerlarda ham odamlar o'tiribdi-da, rahmatli. Ashular ovozni qo'ng'iroqligini qarang. Men odamzod shuni ashula aytib, odamni rom qilib qo'yishini o'shanda ko'rdim. Rahmatli. Sog' bo'ling aka. Xudo umrlaringizni suhbatlashdik. Yana Xudo xolasa ko'p nurlaganimizga o'xshagan oshnolardan topib gaplashib, suhbatlashib uyushtirish nasib qilsin. Bahodir aka, sizga ham katta rahmat. Kanalga omad aka. Shunchalik shuni nolalarini ko'rdim, eshitdim. Juda maza qildim. Nechta shogirdlaridan chiqqan bo'lsa, ha maza qildi, yaxshi bo'ldi deb kelaverardim. Lekin bunaqasi bo'lgan yo'q edi. Ehtimol haligi узкий кружочек bo'lganiganmi? O'zim sog'inib qolgan ekanmanmi?
juda maza qildim. Iron maydonida ham ko'rsataman. Xudo xohlasa. Otalaringga rahmat. Salomat bo'ling. Ham siz nafas olmaysiz. Alloh rahmat qilsin. Oxiratini obod qilsin. Duo qiling. Alloh aka. Ya Rab. O'rtog'im Alloh jannat bog'chalaridan joy bergan. Bilib bilmay qilgan gunohlarini afv etgin, afv etishni yaxshi ko'radigan zotsan Robbim. O'g'il qizlariga insof tavfiq bergin, umrlarini ziyoda qil, bola chaqasiga ko'p yillar shular ota-onasini eslab duolar qilib yurishlik nasib qilsin. Sizlarga ham rahmat, topganlaringga Xudo barakatlar yozsin. Allohumma ag'firli val validayya val jami'al mu'minina val mu'minat, muslimina val muslimat. برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.